ham shu ahvolga tushgansizlar, qizilga kelgan jarima. Kommentariyga fikrni qoldiringlar, like bosib qo'yishingizdan chiqmasa, hurmatli mutasaddi tashkilotlar sizlar ham e'tiborga qaratinglar. Bu svetoforlar noto'g'ri qo'yib tashlangan. Demak, bu vaziyatda bundan chap qatordan chap ketgan ham, bu yerdan chap ketgan ham qizilga kelyapti jarima. To'g'ri, bu qoida buzyapti. Chunki chekka qatorga egalash kerak edi. Lekin bu haydovchilar haq qarab yuryapti. Asosiy svetoforga. Tepaga doirasimon svetoforlar osib qo'ygansizlar, to'ldirib tashlagansiz tepaga. Bu faqat bitta yo'nalish bo'yicha ruxsat bermaydi. Yurur xohlagan tomon degan. To'g'ri, haydovchilar kerakli va qoida bo'yicha yurish kerak bo'lgan bo'lib egallab turib yuradi. Menimcha, stalman orqasida ham svetofor turibdi. Buni qo'yilmaydi-ku. Bu yo'naltirish svetoforlarni tepaga olsa, mana bunga yo'naltirish qilish kerak. Har bitta bo'lagiga osib qo'yish kerak-da. Tepaga 7-10 harakatlanish tasmasiga beni o'rnatish kerak. Va o'shanda haydovchilar, shu qatorda shu yo'nalish bo'yicha yurishim kerak ekanini biladi. Je bo'lmaganda 7-10 qo'ymagan taqdirda ham svetoforlarni tepaga olib, mana svetoforlarni ham yo'naltirgichli svetoforga o'zgartirish kerak. Ana o'shandagina harakat xavfsizligi to'g'ri keladi. Shunda haydovchilar qoida buzmaydi va avval qoidadan keltirib chiqarmaydi. Buzsa ham asosiy qoida buzgan bo'ladi. Iltimos qilamiz, shu narsaga e'tiborni qaratishinglar. Video manfaatli bo'layotgan bo'lsa, boshqalarga ham ulashib qo'yinglar. Qoidalarga rioya qilinglar.